Alo. Alo, do'stlar eshitdingizmi, do'stlar? Do'stlar! Do'stlar! Ramazan da kimse kenar degan, darvoza ochiq o'zi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima asobimiz xarob bo'lib Ey, jo'xatiray, o'tiringlar, o'tiring. Asobimizni xarob bo'lmadan o'ldirsiz. Men darvozani orqasiga bir soatdan beri turib Ey, ovozingiz eshitdingiz. o'zlaringizga gapirib o'tgansiz. Do'stbekka zamonalarda oshib eshitgan tanishimga jigar qilib tutmaydi. Sab o'qib asablarim qarabdi. Beni ko'tarib qo'yaydi. Nima sizdan ne bir xabar olib Facebook'ga oling. Hech qaysi ish bermaydi vaqtida. Polvon aka, qaysi shabakadan, qaysi imkondan istifoda qilasiz? Ko'rin so'raysizmi? Bavarqni hech bir nima qilmadi, simkort shabaka qilmadi. Hech qaysi ish bermaydi vaqtida. Bu mushkullar hal bo'ladi inshaalloh. Bu chertingizni xarob qilmang, bu internet. Ko'rdingmi? Hal bo'lsaydim bilan hal bo'lg'icha. Polvon aka, men sizga bir yo'lni ko'rsataman. Bir shirkat Wi-Fi bor Talqonga. Xo'p. Bu Wi-Fi nima narsa o'zi? Talqonga Sarak Yavolga bir market bor. Shu chamanda orqasiga. Shu yerga borsangiz bu ko'p shu yerga bir shirkat Wi-Fi kelgan. Jo'g'a? Ha. U oti nimadir uni? Market ehtiyot Wi-Fi Yaqin Mirzod. Xo'sh, nima mana chamandor qasiqa? Aya. Mana Ozarbayjon saroyi shugami? Aya. Yorqin Mirzod. Ayan. Xo'p. Biz shundan istifoda qilamiz. Uni interneti ko'p qavidir. Hamma joyga ish beradi. Ya o'lay o'zingizdan nima qo'l taylanglar. Polvon aka, siz mening asobingizni xarob qilib yaqinda bir sab boqida asablar shunday xarob edi. Men bugun borayin qay boqida. Boring, siz beraqam shabakalardan har raqamidan istifoda qilasiz, biron joyga ish bermaydi degan o'ylar. Boqida bir to'ytingiz qay, men borish yaqinimizda joniga. Boring. Ali shu albatta bor aka Ozarbayjonga shog'lar ham tortib beradi. Tortib beradi, har joyga desangiz olib boradi. O'lay ko'zingizdan. Valla bir to'ytingiz qay. Xayr ko'ring. Ko'cha shu Yorqin Mirzodni daftari qaysi Wi-Fi? Bu yerda chiqaymi? Xayr ko'ring. Vaalaykum assalom, hoş geldiniz. Xayr ko'ring. Yaxshisizmi, sog'sizmi inshaalloh? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Palon aka yaxshimisiz? Yorqin Mirzod aka yaxshisizmi? Yonimga jo'rman, Said Axshimov, Baxay Hoş kelibsiz shirkat Yorqin. Sizmi Yorqin Mirzod? Bizlar shirkatimiz Yorqin Mirzod. Xo'p. O'tiring. Yaxshi. Xush kelibsiz. Shor suviqqa o'xshaydi. Men shu darbazani bajozangizga javob berayin. Shu shopaga tegib keldim, suviqqa aytmoqlar. Siz o'tiring. Merhaba o'tiring. Yaxshisizmi? Sog'siz, baxayr Yonimga bo'lsiz. jo'rman, O'zingiz Said Axshimov. salomat, baxayr bo'lsin. Shukr, Hoş baxayr kelibsiz. bo'ling. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Palon aka, biz sizga nima xizmat qilib bilamiz? Xayr ko'ring. Yorqin Mirzod aka, mening otim Salomat polvon deydi. Men shu To'lqinda bir qishlog'idan kelganman, chatta uzoq joydan. Xo'p. Men necha kundan beri ko'p jigarxon edim. Men telefonga sab internetlar ish bermaydi edi. Shu yerga jigarxon bo'lib o'tirganda masofim qarab bir ham bo'lim keldi, aytdi xayralik men dedi. Aytdim, "Rahmat, shu simkorlar sab ish bermaydi internetda." Aytdi, "Sabrayverma, men yo'lini bilaman" dedi. Men ko'rsat menga yo'lni nima deb. Aytdi, "To'lqinga bor" dedi. Nima dedi? Chamandor qasqa bedar Yorqin Mirzod degan bir nima bor dedi. Wi-Fi bor ekan internet dedi. Shuga bor bedar hamma mushkulni hal qiladi dedi.
Shu yerda oldiga choy qoldi, shoshib surdim, chovib keldim men shu yerga. Siz oldingizga keldim baxoda. Boshqa qaramsizmi inshaalloh? Sog' salomat bo'ling, xush kelibsiz Palvon aka. Men Fahim Elsivar mudir mas'uli Yorqin Mirzod viloyat Taxorman. Bizlar 9 viloyatga faoliyatimiz bor Palvon aka. Faryobdan shuru to Badaxshongacha, Badaxshondan shuru to Bag'longacha 9 viloyatga ulus ollilari bilan har yergasiga internet kerak bo'lsa, Yorqin Mirzod sizning xizmatingizga. Xayr ko'ring baxoda. Xo'p, buni menga bir o'rgatib bering. To'xtatib ko'p kechirasiz. Buni men qanday qilib maqbula men telefonga qo'yib berasizmi? Meni bir do'stim ekan Hamduvol bar Eronga. Ana shuni men 1-2 vaqtdan beri gaplashadigan yo'q, ko'p sog'inib ketdim. Ko'p yaxshi ko'raman qon. Ana shuni menga shu telefonga to'ldirib berasiz, qo'yib berasiz. Men qanday qilib maqlaysiz? Menga ayting, men shuni maqlayshi bedar men shuni bir gapirshay. Palvon aka, bizlarning internetimizni faol qilish uchun o'zingizga ba'zi tajhizotlar kerak bo'ladi, router kerak bo'ladi, diskok kerak bo'ladi. Sonra internet saft qiluv kerak bo'ladi. Dastak bor voqida. Menimcha g'o'laq qilib qo'yibman. Siz dastakda g'amga jemang. Men dastakni o'zim topib beraman qishloqqa, ko'pdir dastak. Internetingiz-ku bilan boshqa mana simkorlarga o'xshab qilib yurmaydi-ku. Palvon aka, dastak emas, daskor. Internetda daskosi bo'ladi, LHC deydi otini. LHC 5 aytiladi, 60 aytiladi. Bu daskodan sizga kerak bo'ladi. Xayr ko'ring, siz dastak degan men fikrim o'nga ketdi. Rosti, meni bir urkan bor, mushu internetdan dars o'qiydi. Tushundingizmi? Ana mayda ukalarim bor, ullarim bor, shular hammasi internetdan dars o'qiydi. Onlayn deymi, haligi maqladi-ya, uni meni ko'proq siz tushunasiz. Shular qandaydir, agar nima qilsa bilan darsga yarim qolmaydi inshaalloh. Xo'p, say o'qiylaman shular darsini shu internetda. Palvon aka, bizlarning internetimiz inshaalloh bu ishni qilmaydi. Bizlar sizlarga internetda bo kayfiyat beramiz. İnterneti sobit beramiz. Har suratiki siz xaridorlik qilibsiz, 24 soatda shu suratni barizga beramiz. Va ushlanchisi bo'lsa, internetimizga ko'p qatavaslisi jo'q. Bizda internetimiz qatavasl bo'lmaydi. Degan har nuqtaga Taxorga, ulusolliklarga, har nuqtaga xohlasangiz biz sizga internet berib bilamiz. Degan ushlanchi mavzuga bolalaringiz, o'yinlaringiz tijoriy ishlarni qiladi dedingiz, dars o'qiydi dedingiz, ularga hech mamnuniyati yo'q. Vaqtiki sizning internetingiz kayfiyati sahih bo'lsa, hech qanday internetingiz qatavasi bo'lmaydi. Yorqin Mirzod tajriba tarin shirkatga shu asosda bizlar ishlab kelib o'tiribmiz. Bizlar xohlaymizki, mardumga internet tariqdan bo kayfiyat va behtarin internet tariqdan mardumga xizmat etsak, mardumni olgan paysamizga bo kayfiyat tarin internet bersak deng. Xayr ko'ring, ijro so'y muhtaram. Menga shu qanday qilasiz, masalan, shu bizni bandiqqa olib borib qo'ndirib bering. Faqat mushu odam sizning xizmatingizga xolos. Bo'ladi Palvon aka, hech mushkul yo'q. Men hozir injener so'yiblarga aytaman, siz bilan borib o'zingizga qo'ndirib internetingizni faol qilib bersinlar. Xush keldingiz Palvon aka. Men hozir injener so'yiblarga aytaman, sizga taqdim etib Xayr ko'ring, inshaalloh boz tag'in xabaringiz olaman. Xush keldingiz. Xabaringiz olaman. Xayr ko'ring.